Yana откaz berdi. Siz ham menga o'xshab kontraktning 12% daromad solig'ini olishga qiynalyapsizmi? Unda men sizga buni yechimini aytaman. Hamma kabi soliq ilovasidan kontraktning 12% daromad solig'ini qaytaraman deb 4 marotaba rad javobini oldim. Buning sababi esa arizani xato to'ldirayotganimda. Men ko'rsatgan manzilga kelsangiz, bu muammoni 3 daqiqada hal qilib berishadi. Xushquduqlik bo'lsangiz shu manzilga kelib, boshqa viloyatdan bo'lsangiz esa onlayn murojaat qilib ham muammolaringizni hal qilsangiz bo'ladi. Sizdan esa shunchaki elektron ключ hamda kvitansiyalar talab etiladi. Sizga aytgan manzilim esa Uchquduq 6-kvartal 22-dom ro'parasida joylashgan buxgalteriya xizmati markazining 2-filiali edi. Bu markazda siz barcha davlat xizmatlari, ijara shartnomasi, deklaratsiya, baholash xizmati va bundan tashqari har xil xizmatlardan ham onlayn ham offlayn tarzda foydalanishingiz mumkin. Hattoki markazimizga tashrif buyurib, buxgalteriya kurslaridan ta'lim olishingiz mumkin. Meni ishim esa hal bemalol uyga qaytsam ham bo'ladi. Bog'lanish uchun esa raqamlar pastda qoldirilgan.